namlantiruvchi va ajinga qarshi ishlaydigan unaqa set. Bu yengil uchun chiqarilgan. Keyinchalik yengildan keyin sotuvda bo'ladimi yo'qmi bilmayman, lekin hozir bor sotuvda. Buning ichida ikkita narsasi bo'ladi. Sivritka bilan kremi bo'ladi. Hozir uni ham ko'rsataman sizlarga. Yuzni chuqur namlantiradi, ta'sirchan yuzlarga ham to'g'ri keladi. Keyin ajinlarni yaxshigina yoyib beradi. Koreyadagi bestseller mahsulotlardan biri. Buni dona olsanglar juda ham qimmatga tushib ketadi. Set oladigan bo'lsanglar ancha arzonga tushadi. Seti hozir skitkada buni. Mana bunaqa kremi bo'ladi. Kremining hidi ham unaqa o'tkir, yoqimsiz hid emas. Kremi anaqa og'ir bo'lmaydi-da. Anaqa ba'zi kremlar og'ir bo'ladi-ku. Bu unaqa bo'lmaydi. Juda ham yengil krem. Keyin ta'sirchan yuzlar uchun ham to'g'ri kelganligi sababli buni bemalol yuzini bilmasanglar ham podarka qilsanglar bo'ladi. Kimgadir, qaynona, oyi, o'rtoq hammaga. Juda ham yumshoqda mana. Zo'r suriladi. Uyaltirmaydigan anaqa podarka-da bu. Uyaltirmaydigan podarka. Ba'zi podarkalar masalan berganinglardan keyin rost yuzga tushmaydigan bo'lsa, ishlatmaydi bekor turadi-da. Bu unaqa emas. Bu ta'sirchan yuz uchun ham to'g'ri kelgandan keyin hamma yuzga to'g'ri kelib ketaveradi.